mana bultur hozir o'zlari keldilar, sababi siz o'zingiz 3 yildan beri mendan urib oldingiz. Baribir o'zingizdan men hozir iltimos qilib so'radim, agar intervyu bersangiz, bilishsinki, shu Xitoy narsa bu musur narsa emasligini. Hozirgi bizning O'zbekiston sharoitida bor o'sha Yevropadan olib kelyaptimi, Turkiyadan olib kelyaptimi, Xitoy raqobat qila oladi, to'g'rimi? Yana bitta afzallik tomoni aytdilar, mana o'zingizlar ham guvohsizlar, yonlaridan so'rayman. Makka bizani o'sha Xitoy jo'xorini bultur ekkanlarida orasi yaqin bo'lgan joyda ham Makkani standartlik pachatkasi bor. Bir xil. O'shuning uchun sizlarga tavsiya qilamiz, har xil gap so'zlarga yoki sizlar agar Xitoyga arzon urug'ini olib qo'yib, qanaqadir yomon narsa olgan bo'lsanglar, bu degani Xitoy yomon emas. Sizlar bizdan olinglar, xarid qilinglar. Mana inshaalloh akamga o'xshab har yili yana mana o'zlaridan odam olib kelyaptilarki, sababi shu ishonchli urug' bo'lgani uchun kelyapti. Sizlarga ham shu ishonchli urug' olishinglarni tavsiya qilamiz. Rahmat.